Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan ko'pchilik yaxshi ko'radigan bir ichimlik haqida so'zlashamiz. Bu ichimlikni shaxsan o'zim ham yaxshi ko'raman va unga hattoki o'rganib qolganman desam ham bo'ladi. Qahva. Qahvani ko'pchilik yoqimli hidi, ta'mi va quvvat bag'ishlab tetiklashtiruvchi xususiyati uchun yoqtiradi. Lekin odamlar ba'zan bu ichimlikka shunchalik berilib ketishadiki, unga qaram bo'lib qolishganini sezishmaydi. Bir qarashda beozordek tuyuladigan qahvaga qaramlik aslida jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi ham hech gap emas. Ashaddiy qahvaxo'rlarda ertami kechmi quyidagi xavfli asoratlar sezilishi mumkin. Buni albatta oldini olish lozim. Serjahllik. Keng tarqalgan bu muammoning rivojlanish mexanizmi oddiy va tushunarli. Kofein, qahvadagi asosiy faol modda, asab tizimini qo'zg'atadi. Muntazam ravishda qo'zg'atilgani sababli asab tizimi ham charchaydi. Tabiiy tiklana olmaydi va o'ta sezgir bo'lib qoladi. Keyin har qanday arzimagan narsa portlash darajasiga, g'azab jazafasiga olib borishi mumkin. Serjahllikning yana bir sababi bor. Asab tizimini muntazam qo'zg'atish siydik haydash xususiyati tufayli yuvilib ketadigan magniy va kalsiy yetishmovchiligi bilan uyg'unlashadi. Odamlar sog'lom ruhiyat binosini qurishga zarur g'ishtlarni ana shu tariqa yo'qotib qo'yishlari mumkin. Uyqusizlik. Qahva odamni haddan tashqari charchashgacha olib borishi mumkin. Shu bois ham asab tizimi ishida buzilishlar kuzatilib, o'z vaqtida uyqu rejimiga o'tolmay qolishi mumkin. Deyarli hamma qahvaxo'rlarning uyquga ketish va uyqu sifati borasida muammosi bor. Bu esa sog'liqqa, himoya mexanizmlariga ta'sir ko'rsatib, erta qarishga olib boradi. E'tiborning sustligi. Parishonlik odatda yoshi o'tgan odamlarga xos bo'ladi. Oz miqdorda va onda-sonda iste'mol qilinganda qahva diqqatni oshiradi, e'tiborlilikni yaxshilaydi. Ammo muntazam va ko'p miqdorda iste'mol qilinganda teskari ta'sir kuzatilishi mumkin. Bu ham asab tizimining charchashi bilan bog'liq. Unutuvchanlik. Bu parishonlik bilan bevosita bog'liq. Ko'p miqdorda achchiq qahva ichadiganlar ko'pincha muhim va zarur narsalar, kalit, bank kartalari, telefon, sana, raqam va boshqa ko'p narsalarni esdan chiqarib qo'yishadi. Bu albatta darrov sezilmaydi, ammo qahvaga qaramlikka vaqtida barham berilmasa, u albatta o'zini namoyon qilishi hech gap emas. Tez-tez charchash. Biz o'zimizni tetik his qilib, quvvat va ilhom olish uchun qahva ichamiz. Kayfiyatimizni ko'targandek bo'lamiz. Ammo bu ishni qancha ko'p qilsak, shunchalik tez charchaymiz. Muammo sababi shundaki, asab tizimini sun'iy qo'zg'atish faqat miyani emas, balki butun organizmni zo'r berib ishlashga majbur qiladi. Shuning uchun bir kunni ham qahvasiz o'tkaza olmaydiganlarni horg'inlik doimiy ravishda ta'qib qilishi mumkin. Qahvasiz uyg'onish qiyinligi. Qahvaga qaramlikda eng katta muammo shundaki, bu qaramlikdan qutulish oson emas. Yillar davomida ertalab qahva ichadigan odam uni ichmaganda o'zini tetik va g'ayratli his qila olmaydi. Organizm sun'iy qo'zg'alishga shunchalik o'rganib qoladiki, usiz quvvat olishga qaratilgan muhim jarayonlarni ishga tushira olmaydi. Bu vaziyatni yengil deb bo'lmaydi, ammo hamma narsaning ham chegarasi, ya'ni chorasi bor. O'tish davridan o'tish qiyin bo'ladi, ammo undan so'ng asab tizimining tabiiy ishlashi tiklanadi. Yomon kayfiyat. Ba'zi odamlarda qahvadan voz kechish tushunarsiz siqilishni hosil qiladi. Gap shundaki, asab tizimining qo'zg'alishi bilan birga baxt gormonlari ham hosil bo'ladi. Shuning uchun qahvaga qaram odamlar undan voz kechishganda o'zlarini tushkun his qilib, kayfiyatlari yomonlashadi. Muammoni faqat bir yo'l bilan hal qilish mumkin. Qaramlik halqalarini uzib tashlab, sun'iy qo'zg'alishdan voz kechish va kayfiyatni ko'tarishni doimiy iste'mol qilmasdan yashashni o'rganish. Kayfiyatni ko'targichni doimiy iste'mol qilmasdan yashashni o'rganish. Qahva antioksidantlarga boy foydali ichimlik bo'lsa-da, ziyon ham keltirishi mumkinligini unutmaslik kerak. Ya'ni hamma narsada me'yor bo'lishi lozim. Ana shu me'yor unutilganda, me'yordan o'tib ketilganda, tabiiyki ziyoni ham sezila boshlaydi. O'zingizni kuchingizni cheklab, bir talay salbiy oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan qaramlik daryosiga otmang.
Sun'iy qo'zg'atuvchilarsiz hayotdan zavqlanib yashashni o'rganing. Ana shunda organizmingiz qahvasiz ham ko'p narsaga qodirligini ko'rasiz. Ya'ni unga sun'iy qo'zg'atuvchilar kerak bo'lmay qoladi. Siz esa hayotdan to'laqonli zavqlanib yashashga qodir bo'lasiz. Salomat bo'ling.